Xo'sh, hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar bilan Backstand Fishing Krasniy vagondan gapiramiz. Suv juda ko'tarilib ketgan. Sezilarli darajada 50 metr desa ham bo'ladi. O'tgan safar eslida bo'lsa, u tepadan o'zimizning joyimizgacha pishkom kelib, o'yanta o'tirdi. O'sha joygacha pishkom kelganimizni mashta ketma-ket qarmoqga balura tutishyotdi. Assalomu alaykum hammaga. Biz уже sekin yig'ishtiryapmiz. Krasniy vagonda odamlarni ko'rsataman, qor yog'gan bo'lsa ham, lekin mana mashtadan boshlanyapti. Shunga yarasha hamma zo'r natija qilyapti. Qor yog'sa ham zo'r bo'lyapti. Sekin o'zimizning joyimizga borguncha video ketamiz uchun. Mayli omad. Shashab yere. Двойной дуплет. Bağırım gıdatı. Haytamız bu tuzakkan ikisi çok koydu. Yaptı. Красный вагон рулит. Yetti dальше. İşte yo'ldan chiqib 7-dekabrga natijalar. Bo'l, charchamay bag'rib. Sog' bo'ling. Ha, rahmat. Xudolarga tashvolib qolsin. Qora boshladi. Zo'r ketamiz. Charchamaylar mayli. O ana tushdi suyat joyida. Gapi zo'r. Qo'rosli tinmayapti ma'lum. Garchi hamma joyda balo to'xtagan bo'lsa, bu yerda boshlanadi. Ha, qani? Ana. Zo'r. Молодцы, ребята. Gap yo'q. Hali charchamaylar, sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat aka. Charchamangiz barim. Hamma baliqchilar qo'llasizlar. 5-6 xoma pochkali qoldi bu yil. 50 tasi 3000 tenge. 50 ta 3000 tenge. Ha? Tushlik qolmadi-da o'zim. O'sha ketyapmiz уже. Ha? A berdim-ku hali. Mana polni ushlab yochdi, proverkadan o'tgan-ku. Ana уже. Men nima dedim? Aytdim-ku, qar baliq ushladimmi? Kegurish. Ana, karras joyida. Chuvalchangmi? Chuvalchang karras aktivniy, gap yo'q. Bildim. Hazina olmadi bu. İyi qo'lga ehtiyot bo'ling. Bo'l, sotaman. Bormi? Uziladi, sekin. Zatsepli ham o'ziga yarasha sekin. Короче, kelsanglar ko'p qo'lom olib kelinglar o'zinglar bilan. Qo'lom bo'lmasa qiynalib qolasizlar. Zatsep ham o'shanga yarasha bo'lyapti, chunki o'rtada to'rlar bor. To'rlik ilinib qolyapti. Mana. Zatsep. Olib chiqyapti yoki uzilib qolib ketyapti. Uziladi, sekin. Zatsep mana o'zi bilan ketdi. Bizning joyimizda bu pastgacha aktivniy bo'layotgan joylar mana mashitda. Bu o'sha yerdan ketdi. O'sha tepadan kelgan joyimda mashit aktivniy bo'lyapti. Hop, bo'lyapti, qaranglar. Mana joyi atmetka ko'rsataman. Bu Musur 13.
Men sizlarni kutyapman-ku. To'pollar. Bu ham bir o'vantlarda bo'layotgan gap edi. Hozir suv qo'yani oldiga kelib qolgan. Biz shu yerda joylashdik. Tepada ham baliqlar bor. Baliqchilar. Lekin suv sezilarli darajada ko'tarilyapti. Kuniga 1 metrdan sekin-sekin chiqib kelyapti mana shu yerda. Klov ancha past, o'ylaganimizdek emas. Ushadi lekin zo'r natija deb bilmaymiz. O'tgan safar shu joylarimizni koronniy bo'lgan bo'lsa, hozir sayoz bo'lib qoldi o'tlar. Chunki mana bu yerda tutdi. Biz bu yoqqa hozir suv chiqqan. Bu yoqda ham shu. Mana bu yoqda hozir ruslo bor. Chuqurli joylar. Mashta salmosi ham tuzroq tushyapti. Qo'shnilarga, bizga lekin o'sha krasnoy vagon joy qor suv kechasi qolishga maslahat bermayman. O'zimiz shaqqallab chiqdi. Ha, Shohiddin akam, Sherzod akam qarmoqlarni o'qlab kelmoqchi bo'lganligi tavsiya qilmayman. Juda ahvol shatarang. Kecha bolalar kelib ketishdi Toshkentdan. Buni ham zo'r shoshomadi. Aytib ketamiz, sizlar qoldinglarmi deyishdi. Qoldik biz. Ertalabgacha uxlamasdan chiqdik. Suvda ashir qiyin bo'ldi. Hozir ham salqin shu quyoshga qaramagan. Quyosh borlarga salqinim bordi. Sababi qorlarning sovug'i bor. To'rlar, yaxlar. Короче, suvda o'rtasida yax. Konkretniy hamma joy yaxlar yotibdi. Qarmoqlarni sudrab tashyapti, yaxlar sudralib kelib.